Ismim Sardor, yoshim 35 ta. 10 yildan ortiq bank sohasida ishlaganman. Ko'p bankirlarda bir qo'rquv bor. Biznes boshlashni xohlaydi, lekin stabil oylikni yo'qotishdan qo'rqadi. To'g'risi, men o'zim ham xuddi shunaqa holatda bo'lganman, lekin karantindan keyin qadriyatni birinchi o'ringa qo'yib, hayotimdagi menimcha eng muhim qarorlardan bittasini qabul qildim. Ya'ni tavakkal qilib bankdan ketdim va biznes yo'nalishiga qadam bosdim. Oilam haqida aytadigan bo'lsam, dadam sartaroshli, onam hozir uy bekasili, lekin oldin xo'jalik sudida mudira bo'lib ishlaganlar. Oilada mendan tashqari yana 2 ta akam va bitta singlim bor. 2 ta farzandli otasiman. Qo'shimcha qilib o'taman, katta akam bilan biznes yo'nalishida birinchi kundan to hozirgi kungacha birlamiz. O'zim haqimda aytsam, moliya institutini bitirganman. Mutaxassisligim investitsiyalarni moliyalashtirish bo'lgan. Institutdan keyin 11 yil ichida oddiy xodimdan boshlab to boshqaruvchi o'rinbosarigacha chiqqanman. Keyin akam bilan biznes boshladik. 2 kishilik jamoadan to 40 kishilik kompaniyagacha o'sdik. O'zimizning yo'nalishimizda O'zbekistonda top 5 taliga kirganmiz. Lekin vaqt o'tib, moliyalashtirish shartlari o'zgardi. Qadriyatlarimizga yana zid holat yuzaga kelgandan keyin bu biznesdan voz kechdik. Hozirgi kunda ko'chmas mulk agentligi sifatida ishlab kelyapmiz. Asosiy yo'nalishimiz bu noturar bino, ya'ni nejiloylar va investitsiya uchun yerlar. Jamoamizda 10 ga yaqin malakali xodimlar bilan birgalikda mijozlarga sifatli, manfaatli xizmatlarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Blogimda shu soha bo'yicha foydali va real tajribalar bilan bo'lishib boraman, xudo xolasa. Qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.